Toshkentda IT mutaxassislar ish kuni yo'lda emas, ishda o'tishi uchun qaysi hudud qulay? Infratuzilma esa haqiqatan ham samaradorlikni oshiradimi? Poytaxt hududlari o'rganilib, transport, internet sifati va uy-joy sharoitlari taqqoslandi. Mirabad IT hublar va shahar bo'ylab tez harakatlanish imkoniyati bilan yetakchi. Yakkasaroy infratuzilma qo'l ostida bo'lishini xohlovchilar va barqaror internet izlayotganlar uchun qulay tanlov. Shayxontohur IT kompaniyalar va o'quv markazlariga yaqin joylashgani sabab startap ekotizimidagi mutaxassislar uchun juda qulay. Mirzo Ulug'bek yangi turar joy majmualari qulay narx sifat nisbati va yaxshi transport yo'nalishlari bilan ajralib turadi. Olmazor sokin muhit, ko'kalamzorlar va arzon ijara bilan e'tiborga molik. Uchtepa va Sergeli budjet uchun eng maqbul hududlar bo'lib qolmoqda. Ammo yangi yo'llar va kelajakdagi metro bekatlari hisobiga jadal rivojlanmoqda. To'liq maqolani Realting.uz saytida o'qing. U yerda hududlar, yo'nalishlar va narxlar bo'yicha batafsil taqqoslash keltirilgan. Bu esa sizga asosli qaror qabul qilishga yordam beradi. Siz bilan birga Zamira Alimova va Realting TV bo'ldi. Obuna bo'ling. O'zbekistondagi ko'chmas mulk bo'yicha eng muhim yangiliklarni birinchi bo'lib bilib ko'ring.